Kechqurun tirnoq olish gunohmi yoki shunchaki irim? Haqiqatni bilib oling. Nima uchun ota-bobolarimiz kechqurun tirnoq olishni taqiqlashgan? Sir ochildi. Tirnoq olish odobi. Kechqurun mumkin emasligining 3 ta asosiy sababi. Assalomu alaykum. Deyarli har birimiz bolaligimizdan kechqurun tirnoq olma, yomon bo'ladi yoki uyingga baraka ketadi degan gaplarni eshitib kelganmiz. Lekin hech o'ylab ko'rganmisiz, bu shunchaki irim-sirimmi yoki buning tagida biror asos bormi? Bugungi videoda ushbu mavzuga nuqta qo'yamiz va siz bilmagan qiziqarli ma'lumotlarni ulashamiz. Aslida bu tushunchaning kelib chiqishi juda qadimga borib taqaladi. Ilgari elektr energiyasi bo'lmagan vaziyatlarda odamlar sham yoki chiroq yorug'ida tirnoq olishgan. Qorong'ida o'tkir asboblar bilan ishlash jarohat yetkazish xavfini tug'dirgan. Shuningdek, kesilgan tirnoqlar ovqatga yoki boshqa joylarga tushib ketsa, gigiyena jihatidan ham noto'g'ri bo'lgan. Shu sababli xavfsizlik uchun kechqurun tirnoq olma degan taqiq yuzaga kelgan. Diniy tomondan yondashadigan bo'lsak, islom dinida tirnoq olishning ma'lum kunlari va odoblari bor. Lekin kechqurun tirnoq olish harom degan qat'iy ko'rsatma yo'q. Eng muhimi poklik va tirnoqlarni belgilangan tartibda ozoda qilib ko'mish yoki yo'q qilishdir. Ko'pchilik buni baxtsizlik keltiradi deb ishonadi, ammo bu shunchaki xalq orasida tarqalgan asossiz qo'rquvdir. Xullas, agar xonangiz yorug' va xavfsiz bo'lsa, kechqurun tirnoq olishning hech qanday zarari yo'q. Eng muhimi tirnoqlarni juma kuni olish sunnat ekanligini va poklik iymondan ekanligini unutmasak bo'lgani. Siz bu haqda nima deb o'ylaysiz? Sizning oilangizda ham bunga taqiq bormi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring va kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang.